Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan Artifaktning serverini tahlil qilamiz. Mana biz spawn bo'lganimizda qo'limizda mana shunday narsalar bo'ladi. Birinchisi kamon, ikkinchisi parkur uchun teleport tosh, uchinchisi anarxiya serveri o'tish uchun teleportatsiya qiladigan kompas va bu PvP'ni yoqadigan qilich. Bu yerda ham PvP qilsak bo'ladi. Oxirgisi ham bor. Mana shu kamonni o'q ham bor. Inventorda turadi. Mana bu oxiridagi yashil narsa esa bizning turgan joyimizdagi koordinatani bizga ko'rsatib beradi. Va biz bu yerlarda o'ngda, chapda har xil narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yer parkur. Mana parkurda uncha yaxshi emasman. Tushib ketdim hozirga. Mana bu anarxiya serveriga o'tish uchun. Mana bu kamoni. Mana hub item. Anarxiya serveriga o'tamiz. Mana biz to'g'ri shu yerga tushdik. Avvalgi o'ynagan yerimizga. Avval bo'lgan, bizda bo'lgan narsalar hozir ham bizda bor. Chunki biz o'lmaganmiz. 2,5 jonimiz qolgan. Mana bu yer nega tog' desangizlar, bu yer juda tepadagi orol. Yerdan sal teparoqda. Mana pastni ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerga bloklar bilan chiqmoqchi edik, ammo tog'dan chiqqandik. Bu yerda biz enchanting table. Xo'sh, lekin bizda lapis lazuli yo'q. Shuning uchun bu biz uchun foydasiz narsa. Mana ko'prik ham bor. Mana shunday mayda orollar, osmondagi orasida ko'prik ham bor. Bu yerda chatda odamlar yozishadi. Kompyuterdagi tab tugmasini bossangiz, serverda nechta odam onlaynligini ko'rishimiz mumkin. Mana biz qaytdik anarxiya serveriga. Bu yerga chiqmoqchi bo'lib ko'ramiz. Xo'sh, ochib yubordik. Mana chiqa olmadik. Menimcha bu yerdan zinadan chiqsak kerak. Mana bizning tepamiz yopiq ekan. Menimcha bu yerga biz chiqa olmaymiz. Hozir mening kilim 0, o'limlar soni esa 6. Bu bizning survival serverda yoki PvP'da qancha o'lganimizni ko'rsatadi. Bu donut case. Mana donut qilsak bo'ladi. Bizda kalitlar va tokenlar ham bor. Biz o'zimizga adashmasam title rol qilamiz. Imperator, qahramon. Buni biz pulga ham sotib olsak bo'ladi 30 kunga. Batafsil ma'lumot uchun admin bilan bog'laning. Artifakt admin. Xo'sh, bu yog'i reklama bo'lib ketdi. Mana biz survival uchun shu yerga tushishimiz kerak. Biz mana shu anarxiya serverida survivalga kirib qo'yganimiz uchun hozir kirganimizda shu serverda paydo bo'ldi. Ammo siz kirganingizda aynan shu serverda paydo bo'lasiz. Bu yerda PvP qilsak bo'ladi. Bir falokat bo'la tushdi inson. Bizni o'ldirishlari aniq edi. Jonimiz kam edi juda. Mana
sesimiz eshitilmayotgan bo'lsa, endi baland qilib gapiryapmiz mana. Mana bu qizil chiziqdan o'tib biz PvP'ni boshlaymiz. Hozir iloji bo'lsa men ko'proq kill qilishga harakat qilaman. Bu yerga chiqib ko'ramiz. Bizni kimdir uryapti. Tushamiz. Jonimizni kamaytirib tashladi. Ammo menimcha biz uni yenga olamiz. Ha, biz uni yengamiz demoqchi edim. Lekin jonimiz juda kam. Hozir nima fint qilyaptimi? Aylanib. Ma'no nima? Odam emas ekan, to'g'risi. Qora oq bo'lib chiqsa-chi. Zirhi yo'q odamni ham urib ketasanmi? Yana pastdan, orqadan. Meni qidirib yuribdi aylanib. Xo'sh. Bizda hozir 1 kill bor. Meni tabriklashingiz mumkin bemalol kommentariyalarda. Albatta menga obuna bo'lganingizdan so'ng. Bu yerda yana parkur ham bor ekan. Aytganimdek parkurdan men o'ta olmayman. Ha, aytgancha bu yerda artefaktning kimligini bilmaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Artefakt bu mashhur Minecraft o'yinchisi, bloger desak ham bo'ladi. YouTube kanali yaqinda 1 million obunachiga ega bo'ladi. Mana. Men parkurdan yaxshi o'tolmaganim sababli bu yerdan o'tishim amrimahol. Mana. Chatda donate gapini yozib, biz kimgadir donat qilsak bo'ladi. Lekin bizni o'zimizda ham hech nima yo'q. Oddiy bo'lib yotibdi. Chegirmalar serverga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh. Ha? Parkurdan baribir chiqmoqchi bo'lib ko'ramiz. Menimcha bu yerdan hech qachon chiqa olmasam kerak. Bu artefaktning serveri. Videoning oxirida qanday serverni qo'shishni ham o'rgatib o'taman. Bu Java versiya. Hozir ma'lumot berib boraman. Hozir urushganimizdan so'ng yarim jonga 21 jon. Insofdan bo'lmadi-da. Nima bo'lganda ham mana biz buni joylashtira olmaymiz. Serverning dizayniga aralasha olmaymiz. Mana Nubik. Bu yerdan biz har xil temir yoki boshqa narsalarni qazib olishimiz mumkin. Ya'ni tekin kon. Lekin bu yerda yog'och, taxta mavjud emas. Serverning grafikasi, hamma dizayni yaxshi. Videoning oxirida esa serverga 10 dan baho beramiz. Bu yog'ochni ham biz ola olmaymiz. Bu ham dizayn chunki. Lekin biz
Mana shunday chestlarda, qutilarda saqlangan odamlar tashlab ketgan har xil narsalar, kirka, yog'och, boshqa narsalarni ham olsak bo'ladi. Mana survivalga go. Mana ketdik. Ajoyib joyda paydo bo'lganmiz. Mana 72 ta onlayn ekan serverda. Mana survivalda ketyapmiz. Money biz bu yerda pul ham olsak bo'lar ekan. Qanday pul olishni bilmayman. Ammo yaqinda token tarqatildi bizda. Bu serverda. Adashmasam aniq 21:00 da bo'lgan insonlarda token tarqatildi. Men ulgura olmadim. 1 daqiqa keyin kirganim uchun men token ola olmay qoldim. Mana serverda siz boshqa odamlarning uyini ham olishingiz mumkin. Mendan oldin o'marib ketishgan ekan bu yerni. Mana toshni olib olamiz, o'zimizga kerakli narsalarni. Bizga kerak bo'ladimi bu oltin bilmayman. Yana yog'och muammosi. Menimcha bu yerga tepaga slab kerak, aynan o'rniga. Shuning uchun ko'p narsa ketmaydi. Baribir yaxshida. Lekin ko'proq narsa ketadi oynaga qaraganda. Lekin oynaning yasalishidagi peskani hisobga olganimizda serverda nimadir bo'ldi. Mana bu uyning koordinatasi, siz ham bu yerga kelishingiz mumkin. Lekin siz o'yinga kirganingizdan so'ng bu yerni topa olmasligingiz mumkin. Chunki keyinchalik koordinatangizni ko'ra olmaysiz. Mana bu yerda ladder, narvon bor. Uyda hamma narsa bor ekan, yana 2 qavatli. Menimcha bu uydan yaxshisi bo'lishi mumkin emas men uchun. Menga dekoratsiya uncha kerakmaydi. Menimcha chetlarda ham, yonlarimda ham uylar ko'p. Mana. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda pechka va yana yog'och yo'q. Shuning uchun yog'och chopishga olg'a. Mana bu yerda yog'ochlar ko'p ekan. Hozir yana shunday qiladigan bo'lsak, jonimiz juda kam qoladi. Mana bu o'rmonda faqat bir turdagi yog'ochlar emas. Xo'sh, ovoz zo'r chiqyapti hozircha. Ammo isrof qilmaymiz. Mana serverda 68 odam onlayn. Yaqindagina 72 edi. Endi biz ketdik. Oynani eritish uchun, ya'ni oyna yasash uchun bizda yetarli qum va yog'och bor. Pechkamiz ham tayyor.
Mana hozir slab yasamoqchi bo'lib ko'ramiz. Mana yana bitta. Xo'sh. Mana kirka va qilich bizga ko'p kerak bo'ladi. Mayli, qilich boshida. Mana bizga hozir mana tayoqcha kerak bo'ladi. Xo'sh, slab qanday yasalishi yodimdan chiqyapti. Shuning uchun urinib ko'ramiz. Yo'q, bu yerda traktor hosil bo'lib qoldi. Mana slabni yasadik. Pastga oyna qo'yamiz. Albatta bu dizayn uchun har xil. Yana serverda nimadir bo'ldi. Hozircha qutiga o'zimizning narsalarimizni joylashtirib bo'lmaydi, chunki boshqa odamlar kelib olib ketishi mumkin. Keyinroq uyni hafs qilgandan so'ng bu ishni qilamiz. Mana qorong'u ishlarni yapamiz. Mana uyning ikkinchi qavati. Lekin bu yerda ikkita crafting table qo'yilibdi. Shu yerda menimcha xatolik qilingan. Mana oynani olamiz. Endi bizga temirni yaratamiz. Temir kerak. İkinci qavatda faqat tosh va taxtadan foydalanilmagan. Bu yerda esa faqat tosh. Olg'a bu ishni ertaga qoldiramizmi? O 5 ta oltin. Mana yana yog'och yo'q, yana yog'och muammo. Mana serverni qanday qo'shish? Hozir siz Minecraftning Java versiyasini yuklab olganingizdan so'ng mana bu yerda serverlar mana shunday qilib qo'shasiz. Mana kirdingiz, multiplayerni bosasiz. Add server. Server name degan joyiga siz xohlagan gapingizni yozishingiz mumkin. Artifact serveri. Adashmasam Minecraft.artifact emas, bu yerga articraft.uz deb yozar ekanmiz.
enabled'ni bosamiz va add. Shu bilan bu server qo'shildi. Bu server adashmasam 1.16 dan 1.21 gacha qo'shib bo'ladi. Agar 1.21.5 bo'lsa ham bu serverni qo'shishimiz mumkin emas. Birinchi kirganingizda sizdan har kuni o'zi so'raladi. Captcha so'rovi bot emasligingizni isbotlash uchun. Mana dizaynlarni ko'rib chiqyapmiz. Top o'limlar. Xo'sh, 229-chi. Menimcha bu yerda kill, lekin kill bo'lganda sal ko'proq bo'lardi-da. Mayli. 229 o'rinda ekanmiz. Mana bu yerdan anarxiya serverga ketamiz. Komps bilan ham ketsak bo'ladi. Bizda hozir lapis lazuli bor, lekin biz hozir osmondagi orolda emasmiz. Itga borib qilichimizni enchant qilib kelsak bo'ladi. Hozir o'lishimiz foizi ko'proq. Ot. Mana. Lekin otdan go'sht tushmaydi. Mana Minecraftda siz otdan go'sht ola olmaysiz va biz o'ldik. Bu nima? Himoya bloklari. Bazangizni bloklar sinishidan himoya qiling. TNT'lardan qutqarmaydi. Qanaqa baza bo'ldi? PvP zona. Qizil chiziqdan chiqqanimizdan so'ng biz PvP qila boshlaymiz. O'lishimiz aniq edi. Olg'a. Bankay. Lekin bizda qilich yo'q. Shuning uchun biz qahramonlarcha ortga chekinamiz. Zirhsiz odamlar bilan urushganimiz yaxshiroq. Bu yerdan ketamiz. Yana shu parkurga tushib qoldim. Ikki odam urushyapti.
bir-birini öldürüp bo'lishsin, joni kelmaganda men o'ldiraman. Kalasi bor ekan. Kettik PvP. Hey. PvP. Mana arkamdan kelsa keladi, bo'lmasa yo'q. O menga padar kelar. Bolta eng kuchlisi-da. Bolta tashasa yaxshi bo'lardi. Chikkan nima qilaman men hozir? Bu adamı öldürüp ketuvdi-ku. Shunday qilgani uchun ham PvP qilmoqchi bo'lsa ya. Hozir tezroq suv topilmadi. Arkadan esa zarba keldi, shuning uchun biz o'ldik. Bo'lmasa biz omon qolardik. Mana kimdir o'q otyapti. Yashirinamiz. O'q tegadigan joylardan. Ikki tane zirhli odam. Uyatmasmi? Mana 64'te online seriyede. Lekin odatda serverda aktiv ko'p bo'ladi. Albatta ertalab va boshqa paytlari. Yana yangi funksiya report va biror so'kingan yoki boshqa qilgan odamni nomini yozamiz. Keyin ular ko'rib chiqishib yozgan xabarlarini ban yoki spam narsalarni bosib tashlashadi. Gapni qisqasi kirolmaydigan bilib yoki vaqtinchalik blok. Menimcha bu vaqtincha emas, chunki blokdan chiqarish 10,000 so'm. Hayır, salomat bo'ling. Bizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar.